Qo'llayotgan tekinga 10 marta aylantirishni xohlasangiz, videomizni oxirigacha ko'ring. Qisqagina ma'lumotlar beraman sizga. Mana bu 10 martalik kupon bo'ladi. Buni olish uchun dastajeni bajaramiz. Hozir sizga 3 ta oson dastajenani bajarib ko'rsatib beraman. Videoni ko'rishdan oldin albatta videomizga bir donagina like saymasdan bosib qo'ying. Keyingi videolar o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda kristal va material haqida video bo'ladi. Qanunda birinchi dastajenamizni bajaramiz va pingvinni tozalashga yordam beramiz. Jami 3 marta tozalash kerak ekan, bir kunda 1 marta hisobga olinar ekan. Jami 3 kun ketadi bunda. Endi esa ikkinchi dastajenaga o'tamiz. Bu yerga kelib olib, pingvin qorbog'idan gaplashamiz. Shu tariqa missiyamiz bajariladi. Jami 5 marta bajarish kerak. Har bir mashta bittadan hisobga olinadi. Tugashiga 11 kun qolgan, albatta urg'ilib qolinglar. Endi esa 3-dastajenamizni bajaramiz. Bu yerdan shopdan, ya'ni kiyim sotib olishimiz kerak. Kuponlar evaziga kiyim almashtiramiz. Shu tariqa 3-missiyamiz ham bajariladi. Sizlarga to'liqroq ma'lumotlar berdim deb o'ylayman. Dastajenamizni ham bajarib qoldik. Albatta obuna bo'lishni unutmaysiz. Shu yilning oxirigacha hech bo'lmaganda 5000 ta obunachiga erishamiz.